Rahmat qizim. Ketiringlar, saqlatib qo'ydim. Ha, keling. Dada, yaxshi qilibsizmi? Yaxshi qizim. Hamma yaxshi aramasizlarmi? Yaxshi. O'zingiz-chi qizim? Yaxshi dada, shu o'rnim almashqachqa, oqshom kecha uxlayolmay atiyam vaqt qolib qoldim. Hech gap yo'q. Rana, bir stakan suv keltir. Ma'qul. Limondan mol. Hamma, nashliqni siz tayyorladingizmi? Ha, men tayyorladim. Bak o'xshabdi, limonda tamlik. Men bak omraqdim. Chiqroq yotirganda qilma. Yen bordu-a? Voy, jedim balam ba. Xotirjam yeveringchimi? Anam. Kichik qo'zichoqdek umoq gap qilib ketganlaringizni matatliqni. Men keldim. Voy, kela balam, kela. Kelinglar, xayrli bo'lsin. Sizlarni hozir aylab keldim. O'rindiqqa keling. Bani qilib. Teşekkürler. Uyuyor. Kompoş kılmakan bu. Hala. İnan. Hammamiz birlikda nashta qilsak, nimanchi yaxshi. Rost aytsa aka, hammamiz yig'ilib o'tirib tomoq yesak, bek ko'ngilli bo'ldik emasmi? Tomoqning ta'mi boshqacha tetib ketdi ekan. Uni qara akamni xo'shib ketganni. 89 kun qoldi. Nimaga deysiz dada? 89 kun qoldi dedim. Nimaga demoqchi? Sen bo'lib oldi. Men sizga 3 oy muhlat berdim, nima qizim? To'g'ri, tog'a. Hay, sen har bir kuningni cho'qqim yaxshi o'rlashtirishing kerak-chimi? Xislat. Gap qilmagan bo'lsang, hech kim seni g'achchi demaydi, Farizat. Voy xislat, Farizat to'g'ri aytdi-da. Voy sen shirkat, xizmat deb qopig'ingni turib yursang, qo'ysi yigit senga qilish petini olaydi. Men ba'u aka, jiddiy tutish qilib, barliq tunish bilishlarimdan surishtirib, shundoq yaxshi bolalarni tep qo'ydim. Bugun bir tanishim bil deyishib qo'ydim, kechchi shuning o'g'lini ko'rishga borsajimi? Nima? Voy, nima? Voy, haqmichi qara, hukumat kadri ekan, shundoq oq ko'ngil tirishchan, yuvash bola deydi. Men apsiga telefon nomeringni berdim, bugun u bolsang telefon qilib qilish mumkin. Agar telefon qilib qolsa, yo'l tam eshik tepganda gap qilmay, tuzuk gap qilchimi? Nima elashtirib qo'yishdan o'rlashtirib yurgansa deyman. Men nima qildim? Men seni o'ylabmi shundoq davatdim. Xo'yay, bugun ziyorimizchi atsizga yarab qala. Mushu shahardan sana yarg'idek yigit chiqmay qalarmi? Sen o'zingni farishta deb chaqlab qolmagansan. Shunda qilaverib, oxiri men saronliq qilib qo'ygan bo'ldinglarda. Voy xislat. Sen bağı allaqachon saram bo'p bo'lding. Shu sen saqiyamikin deb mishni qilyaptim. Rahmatlar amma. O'zim to'ydik. Ay, Namay. Acha. ay xislat. 89 kun qoldi juma. Voy xislat. Ay, gaplatma sana. Nimdaysan? Hay, nim bo'ldi? Voy, ko'rishib baqang, nim bo'pti, nimda qoplaysan? Yetishimi sen bir ko'rishib kelamsan ya? Men sendek bo'ytaq emas, erim bajumi mening. Shana qila. Hay. Qir bo'ytaq. Ishadilamdim men. Kep o'g'amma, hay Pulat, siz vaqtni sal ching tuting'jimi? Tag'am bilan opam birlikda hamkorlashib, xislatga uni buni tunishtirib turibdi. Kimni tunishtiribdi buningga? Men nadim bilay? Nimda qiynaydigandi bu bechorani? Hay, uydagilar cho'qidan xislatni o'ylashdi. Siz buning tez keyin bering, yuturib qo'ymang yana. Tez yugurang. Kim o? Ishkim? Ishkim? Ha? Kimligini o'zim berib surishtiray. Ay, u yo'l so'raganda shu dapadi, nimni surishtirsiz yurang. Yo'q, shunda o'zim so'rayman-da. Hay, qiram.
Ha doldu mu bana? Ha, bo'pti. O'tirib ketdi. Ras ustam mau shkafninki. Qarang. Diplom aytgan Moy Mahmud. Rahmat. Ne iş yapıyorsunuz? Ha, Berna'cığım şkaf süt çıkıyor demişim deganidek qiyshirmandim. Ajar? Ha. Uy, nimdan chiroyli qilyapti? Bo'pmi? Ha. Xon amisi siz xopmay grimstonni aytib bering. Bo'ldi? Rahmat. Qaysar, ishqondingizmi? Bugün kaç işleyim? Ha. Ne iş yapıyorsunuz? Ochiq yerdan ish beryapman. Bu yoq chiqma. Ha? Bu yoq chiqin deyapman. Surtolay. Qaysar? Qaysarka? Nima shu bo'lgandi? Nima bunchalar chiqaydi? Nim bo'ldi Qaysar aka? Bundaki onun hocası kirmang. Bulandı. Nim bo'pti Berna'cığım yangi shkaf olibga yordam surtishmadim. Siz nimaga chiqlayapsiz? Yengen özünün işte özgüsün. Onun tutkulu bağlı. Ukam, nima dedingiz? Men nimani xato qildim? Agar menga norozi bo'lsangiz, o'zingizga desangiz bo'ldi-ku. Buni qilishning hojati yo'qmi? Yaqacha bu menga xapovatdi. Yenge. Rana bu öykü sizden işiniz kılmadı kim bilgen cuma? Nima dedingiz? Voy, nim paramchiring bu? Nim bo'ldi? Ha, bular shkafni ratlab bo'ldinglarmi? O'rnish bo'ldimi shkaf? Hozir nima dedingiz, ukam? Men toza anqiramay qoldim-a? Yenge. Qarab tursan tuyun yoq Rana aşkı buyuryapsınız. Yine çay akir deysiz. Yine sonkam kötü deysiz. Endi ojiram toza deyapsınız. Bu Nima bo'ldi? O'zimdan so'ngsak, menga yordamlashsa, uy ishini qilishmas bo'lmanda. yenge. Rana bu öyünün hizmetçisi emas. Bu öyünün bir azası cuma. Bu o'yinning bir a'zosi? Ha, hazır emas. Kendisi çokan buldu. Ha? Чечимni qo'yibdi. Sepchiroq qo'yibdi bu ya. Yaxshimisiz qizlar? Foshik ko'rishib qopti. Bir adam var. Tez kirib keting. Bu yerda o'tirdiq adam men shu. Nima? Sizdan ko'rishdiq adam men shu. Ha? Nimachi mijozingiz o'sal sizdan? Bu men kelishimni qo'yib ketyapsiz-ku. Dadingizga deyman juma. Dadam rastdan sarang o'tdi. Yana o'tirib oldi-ku. Chikessimamda qo'pqanki. Dadingiz bak aqlli odam ekan. Aksicha siz sarangsiz. Siz bilan xo'shamdan yo'qligini bilmamdikina? Biladi. Rostga qilsam, mening sizdan faqatli xo'shaman. Nima dedingiz? Sizdan xo'sham yo'q deyapman. Elim yaxshi to'y qilmabdikansiz. Agar mush mijozingizdan to'y qilgan bo'lsangiz, bu kamga 10 qitim ajrish bo'larkansiz. Hay! Ndotsiz. Bugun siz bilan muhabbat, to'y to'g'riliq paranglashib kelgandim. Ammangiz mening siz bilan ko'rishmoqchi bo'lganligimni aytgan vaqtida men ikkilanmaslikni ma'qul bo'lgan.
Bana nemachi o'shlik qiladigansiz deyman. Elq Polat degan direktorimiz xil yomon emas yigit qil. Siz bilan Polat to'g'risida paranglashqim yo'q. Bugunni qadrlamsangiz, at chuqum istaysiz. Buning ichida dadingiz Polat hammasi mushuni ichida. Siz o'zingiz nima chaqlab qoldingiz? Ha? Nima sababdan mening ishimga qarashatdingiz? Sizning ishlaringizga aralashayotganim yo'q. Bu faqat do'stona taklif. Do'stona? Kim sizning do'stingizga? Shiddak mijozingizni hisob qilmaganda o'zingiz bak yaxshi qiz. Siz Faqat sizga yaxshi bo'lsin deyapman. Yoshlik degan odamga faqat birlik yetim keladi. Har ishningki o'zining davri bo'ladi. Agar bu davrni o'tkazib yotsangiz, dadingiz, omangiz, qavmi qiyinlashtiramas, hammasini baxtsiz qilib qo'ysiz. Turmush degan ikki odam quradigan narsa emas. Balki ikki jamoat o'rtasida qurilgan zanjirsimon munosabat. Shunga xislat. Shaxsiyatchiligingizni tashlab, bo'lmasa qandal odam ko'rsa beshog'raydigan odam bo'lib qolasiz. og'zingizni yuming. Endi bizning xislatda, Dunyoda ikki odamga o'xshab olgan bo'lsam, birinchisi siz, ikkinchisi yana siz. To'la ishlarimga aralashmay, ishingizni bir qiling. Endi bir gap o'qtirib qo'yay. Dadangizning sizlarni aziz qilishi pul uchun emas deb qiladi. Bu yerda cho'qim bir ish bor. Buni obdan qaranglar. Qalğaç markalı sopun paraşütü vətən erkin çıxırıcı. Vay neminən? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Mən Dilkan Xalqara Sozçek şirketi tajdarlığını alğan At Arzusu filmideki Polat direktor. Dilkan sizlərə nemi tayarlığandı? O zadı nemidir? O zadı nemi tayarlığandı? Diqqətiniz ekranda bolsun. Eşitma Polat direktor. Oy, Ekber adukatgan o. Kelin. Xislatga agishib kelibsiz-da. Agishi? Gap qilganda diqqat qiling adukat. Men xislatga agishib keldim. Faqat tasadduq uchrashib qoldim. Xislatga uchrashib kelib siz nima keldingiz? Men bu ko'rishishga keldim. Kim bilan? Voy ko'rdingizmi? Xislat bilan. Xislat bilan dam. Nimishqa? Olimkam shunday qilishni umid qildi-ku. Olimkam shunday qilishni umid qildi-ku? Uni so'rash ketamdi. Olimkam deganingiz xislatning dadisidir shu. Bu sizlarning uchrashishinglar. Dadisining xayolimki? O'rinlashtirish shundoq. Amaliyotda xislatga mos keladigan odam yana siz. Tutamiz. Polat direktor. Fursatni ching tuting. Xislat joyil bo'lgan bilan yaxshi qizga. Siz uningga eng yaxshi amira bo'la olasiz. Qaysar aka, bayan nim deganingiz o? Ha? Kep qiling. Ha shu qarsam yengam sizni ish qilib buyuryapti. Kichik boldak. Unda qilsa men chidamaydi ekanman shu. Chidamaydi ekanman? Voyjon, nim bilan o'ylab ketgansiz? Barna acham uchun o'zimni achstak, unda kichik ishlar ishim bo'lmaydi. Men taxi sizni mendan xafa bo'lib yurdim-ki, debdim-a. Ha.
Mushu yenge mushu turgan 3 oy jarayonda shunday qiyofat kirib olayli. Lekin meni aboyadam bilan ammamning oldida xijil qilyaptingiz. Qaysarkan? Siz o gaplarni yengam uchun ham dedingizmi? Albatta. Unda qo'ysin bo'pti. Rasmi? Shu voyjon, qarsam yengamizda ishqi buyuravergan. 2 kun emas, balki 3 oy. Siz nendis ma'quldab qilaveramsiz? Olmamsiz? Menmi sizni shunday qildim. Shunga mushu 3 oy jarayonda yag'ini juroqqan qiyofat kirib olayli. Shunday bo'lsin. Dada, Ha, advokat bilan uchrashishni sen o'rlashtirdingmi? ha, nima bo'ldi? Dada, men xafa bo'lsam shunda bir qo'shib ketam degansan. Voy, bilasan, u sarang advokat bilan qo'shanning yo'qligini. Vallaram bu sizlar yaqinda qo'shib ketam degansa, ro'yatni ketam degansizlar degan gapni yomon jiqlaydigan bo'lib oldinglar. Ha, men qo'shib ketadi ekanman. Qanday? Dada. Qachongacha shunda o'zingizni qiynab o'tasiz? Tarix degan o'tdi, katta, endi kelmaydi. To'g'ri. Siz burun azor yegan. Shuning uchun azor bergan odamning oldida yaxshiroq yashab, o'zingizning qanday odam ekanligingizni bir ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Dunyoda yeshilmaydigan tugun yo'q bolam. O'tgan ishlarni o'ylab, tarixni o'ylab, o'tmishni o'ylab, hozirgi turmushingizni azob ichida o'tkazishingizdan faqat hojat yo'q. Gerçi o'tmishni unutish oson bo'lmasa-mu, qallangizni o'tibdi ketsa, bu ishlarga unchalik ko'ngil bo'lib ketmasa, bo'lganligini bilib qoladingiz. Bu hayot uzun. Siz texi yosh. Oldingizga qarab mamlasangiz bo'lmaydi. O'tmishni unutmasangiz, hech qanday ishni yenidan boshlay olmaysiz. Siz dadam meni qiynash uchun mushta qilyapti deb tushundigansizda. Qachon meni tushunasizlar bolam? Sen meni tushunib qo'ysang bo'lmamdi, dada. Yaxshimisiz? Voy, direktor. Sen chiqsiz. Yaxshimisiz? Bolam, bu bizning direktor bo'ldi, dada. direktordasiz. Qani kelib o'tir. Direktor siz ekansizda? Direktor. Nimanda tunish chiroyli deyman. Xislatni turib, ishdan bo'shdi bitib, turib xizmatini tuvanga tushirib, bo'zatilgan odam sizda, ha? Ay, ya aka siz bu ishlarni xato tushunib qolibsiz. Bu bir fuqishmaslik bo'lib qopti. Dada, sen qanday bilding? Men xislatni ishdan bo'shatganingizda o'z ko'zim bilan ko'rgan tursam, siz ham fuqishmaslik deysiz-ku. Bu bechora atiganda noshtasini qilmay xizmat deb yurgan. Mushundoq bir xizmatchini bo'shatganingiz qiziq ish bo'ldi-da, direktor. Dada, nimalar deb yuriydigansa? To'xta. Xislatni bir necha qatim bizning ishga akab qo'ygan yigit siz-ku deyman. Nima? Sen qachon ko'rganding? Shu. Voy dada, sen nimalar deb yuriydigansa? U bizning direktor. Direktor bo'lsa nima bo'pti? Hozirgi kelgicha o'zining ismini menga deb bermayotgan bir izlangu odam sizni qanday baqalaydi? O'rda sizlar bilan paranglashmayman. Chiqib ketdim. Dada. Turunuz. Ben de çıkıp giderdim. Bu dükkan mina. Çıkıp gitti Allah çıkıp gelsin. Aman ay. Haydi yürü. Oğlan balı ya bunda izlengi basıp olmaydı o. Keyin sizni bakanmaydı o. Dada! Oy o'ziga meni boshqilib tursa!
Әмділ көріш мұшындақ деген ба ма? Unda emasdi. Rana bilan Qaysar to'y qilmaydigandu. Bo'lsa u Qaysar bilan Rana to'y qilib qolsa yaxshi bo'ladi. Rana degan shundoq omdan qiz. Biroq bu degan ularning tanlashida. Ammo u qiz Qaysar mos kelandi. Neymiş ki mos kelmagidek? Ranani tushungan sari uning shundoq omdan qiz ekanligini his qildi ekansiz. O'zi shundoq adablik, tarbiya ko'rgan axloqli qiz. Voymish ishlarnimichu shundoq jiqqila oladi ekan. Voy kichikkina ishnimichu shundoq cho'nqir o'ylaydi ekan. Hay bu jahondachu o Ranadek qizdan yana birini chiroq yiqib topib olmaydi-jimi? Hay bo'lsin. Siza men baqqanda Ranani bekrak yaxshi ko'rgansiz. Ma qizim degan gapini yaxshi ko'rish, yaxshi ko'rmaslik degan qanday gap u? Siz degan siz, Rana degan Rana. Aka, da. Voy dada, men gapim tugamasdila kirib chiqatsan-ku. Gapingizni anladim qizim. Men bu deydigan gapimni deb qo'ydim. Ay, qizlar, sen ko'rish kelib ketganding-ku. Nima vaqtida boldir qaytib keldi? Acha, haqsin mushlar tez yo'g'sa qo'ydima? Yo, unda emas. Dada, men kirdim. Dada, men kirdim. Dada. Voy, nimish bunda qilsa deyma. U degan mening boshliqim, shirkatdagi direktorim tursa. Voy boshliq bo'lsa, ishxonasida boshliq. Mening ishimga kelib boshliqlik qilamdi ekan u. Undoq ku emas. Lekin u boshlig'im unda desam qandoq bo'ladi? Sal bek oshirib etding dada. Balam, men nimani oshirib etdim? Sizni shuncha bo'zaq qilgan guyni yana shuning gapini qilyapsiz-ku. Ya. Balam, chiqqanli ya. Voy jon dada, nat gaplarni qildi ekansan. Unda ish yo'q. Unda ish bo'lmasa nimaga qaytib ketasiz balam? Voy dada, mening uning bilan hech qanday munosabatim yo'q. Lekin shu boya degan gaplarni bek eshitib ketib, meni bek o'ng'aysiz solib tushirib qo'yding dada. Men at shirkatga qandoq borman? Voy jon. Qandoq borman deb ketganingizni. Ish qilib meni bo'zaq qismi mayli deng, ha. Qizimni bo'zaq qilmadim. Bu kuni men bir yerda uchirtib qolaman deb tursam, ishga kelib mo'chilik qilayotganini qarang. Dada, uchu? U nima? Uchu liderni. Voy jon. Voy. Lider bo'lsin nima bo'pti? Voy jon, ish qilib meni bek o'ng'aysiz solib tushirib qo'yding dada. Ey qizim, dal ashundoq odamlar qat'iy bo'lmaydi-jimi? Liderning bolasi menda bakinaynoq cho'ng'o'g'an nima dang u? Dadasining natijasini mening natijam deb ko'ranlab terisiga patmayapti. Voy bechora qizim. Shu yerning ustiga tikilib qarayolmay yurib ekansiz-da. Bo'lsa ko'nmang. Unda odamning qadriga yetmaydi. Ay Allah, kuyunishni bilmaydi u. Bo'pni sizdek bir katib ayol. Voy dada. Mushinchi yoshga kiribmi? Kichik ishni bilmaysizlar. Lekin Po'lat sen degandek undaq odam emas. Shuncha qilsam, yana kuyunyapsiz uningga. Voy, bo'ldi, gap qilma degan gap qilma. Qaranglar. Hey, Parizat. Ha balam. Po'lat direktor va qara. Liderni o'qdiga. Buyurra. Voy shundoq dedi deymi? Voymish qulig'im bilan angladim. Men o'tganda sizga degan bilim oshirish ishlaringizni bijirib qo'ydim. Bir ay ichida doktorxonaning xizmatlarini xulosalab, meni ishtiyarlik qilsangiz bo'ladi.
tinimsiz hayotda arzu armonlarimizni qo'g'lab shiroqlarga ketib qoladi ekanmiz. Ammo o'tmishdagi tatli his tuyg'ularimiz hamon tonish bir sezimning g'idiqlishi bilan xayol kechmishlarimizni sipab o'tib ketadi ekan. Bolalikdagi ashu chog'larni eslaganimda mehribon onamning mehrli simasini qavatli seg'inib ketaman. Onam boyliqim ham borliqim. Abana geldin. Qizim, keldingizmi? Huzur to'ygisi atgan cheyi yedingdan onamning mehrli ketini topaman. Huzur to'ygisi atgan cheyi. Ayollar gölge o'xshaydi. Ayollar o'zini tutishni, o'zini asrashni bilishi kerak. Dakilik, to'rliq, paxtalik, bambuq talaliq deb 4 cho'ng turga bo'lib ishlab chiqarilgan. Suv simirish iqtidori alohida yuqori. Hayron qolmang. Yo'lim qog'ozlari. Qalğaç markalı sopun paraşütü vətib erkin çıxırıcı. Vay neminən? Kırnan. Qalğaç markalı sopun paraşütü. Minnettar bol körgen her bir günündün rencişler dilimdin tapalmasın cay çilger gülnüm çikini bürge güzel bu yüzüde dağ bulsun o ay çilger gülnüm çikini bürge güzel dur yüzüne dağ bulsun ay kısmetler hemmigen okşaşta kiyin özgermez hakikat hayat ve kısmetler hemmigen okşaşla kiyin hiç kimge itibar kılmagan hayat kanaat baxtdur baxit kanaat esingdin ketmisin şu oddiy savol kısmetler hemmigen okşaşla kiyin hiç kimge itibar kılmagan hayat kanaat baxtdur baxit kanaat esingdin ketmisin şu oddiy sabah esingdin ketmisin şu oddiy sabah